haqidagi darsimizning ikkinchi qismi. Odamlar bir-biri bilan muomala qilar ekan, xohlasin, xohlamasin biriga qarz beradi, biridan qarz oladi. Uy solaman deb qarz bo'lgan bo'ladi, unga yordam beriladi. Iqtisodiy o'sishlik uchun qarz olinadi. Xullas, qarz bor narsa. Qiyomatgacha bu yo'q bo'lib ketmaydi. Lekin shariat mana shu qarz ishini tartibga keltirishlikni xohlaydi, toki musulmonlar mana shu bilib bilmasdan noto'g'ri ishlarni qilib qarz ustida musibatga kirishmasin. Bir tomondan muhtoj odamga qarz berishlik savobli ish ekanligini shariat ta'kidlaydi va qo'lida bor odam undan biroq qarz so'rab kelsa, berishlikka targ'ib qiladi va mana shu ish uchun katta ajr borligini aytadi. Ikkinchi tomondan qarzdor odamga uni mas'uliyatini, yelkasidagi javobgarligini eslatadi, ta'kidlaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Ibn Majah rivoyati: "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratayni illa kana kasadaqatiha marratan." Bir musulmon boshqa musulmonga 2 marta qarz bersa, bu bir marta sadaqa qilganga o'xshaydi. Qarzni berdingiz, pulingiz qaytib keladi yana o'zingizga, lekin ana shu pulni sadaqa qilgandek bo'lasiz. Bundan kelib chiqadiki, qarz berayotgan odamga shuncha ajr bor. Shuning uchun shariat bir odam muhtoj bo'lib kelgan paytda qo'lida bor odam qarz bergin, shunga yordam bergin, o'zingga yaxshi bo'ladi deb qarz berishiga nima qiladi? Targ'ib qiladi. Sufyon as-Savriy aytadi, sadaqa berishimdan ko'ra birovga qarz berishi menga mahbubroq. Chunki sadaqa deydi, muhtoj bo'lmaganlarga ham berilishi mumkin, ammo qarzni faqat muhtoj odam oladi. To'g'ri-da, bir mahallaga olib borib bir ehsoningiz bor, tarqatyapsiz. Unmidi, shakarmidi, yog'midi? Unga muhtoj odam ham oladi uni, muhtoj bo'lmagan odam ham olaveradi. Ehsonda u. Ammo qarzni esa faqat muhtoj odam so'raydi. Shuning uchun birodarlar, qarz berishlik savobli ish. Odamlarga qarz berishlikka dinimiz targ'ib qiladi va qarz olgan odamning mas'uliyatini ham eslatadi. Qarz agar inson uzmasdan o'tib ketsa dunyodan, muammo bo'ladi unga. Qarz hatto shahidga ham muammo bo'ladi. Shahidni qarzdan boshqa hamma gunohlari kechiriladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Yughfaru lish-shahidi kullu zambin illa ad-dayn." Shahidning qarzdan boshqa hamma gunohlari kechiriladi. Imom Muslimdan. Aytdi-ku, Alloh taolo hamma gunohlarni kechiradi. Alloh taolo bilan bandaning o'rtasidagi gunohlarni. Banda bilan Allohning o'rtasida bo'lgan gunohlarni Alloh kechiradi. Karim zot, umid qilamiz. Lekin bandalarning haqqiga aralashmaydi. Hatto shahid bo'lgan bo'lsa ham. Ko'ryapsizmi? Hatto shahid odam ham ana shu maqomiga, martabasiga yetishlikdan qarzi sababli to'xtatib qo'yiladi. Qarz insonni yerda qiynaydi, qabrda qiynaydi, oxiratda asar qilib qo'yadi. Domla, qarzni yaxshi narsa emasligini hammamiz ham bilamiz-ku. Nima keragi bor buncha gapirib? Desa birov, biz aytamizki, biz bu darslarni yoshlarga ko'proq qaratdik. Hayotda issiq sovuqni ko'rgan, boshidan har xil kun o'tgan oqsoqollarni emas, yoshlarni. Chunki yoshlarimiz qarzga juda ham bee'tibor bo'lib ketgan. Bizning zamonamizda yoshlarni boshini shunday aylantirishyaptiki, qarzga qanday kirganini bilmay qolyapti. Ko'rpangga qarab oyog'ini uzat degan maqol bo'lardi. Bu maqollar o'shim aktuallik bo'lmay qo'ydi. U olgan qarzini beradigan daromad manbai yo'q. Bir gap bo'lar olaver deydi. Hamma olyapti-yu deydi. Tushunarliga, bu darslarimizdan biz yoshlarni qarzga bo'lgan munosabatini o'zgartirishni xohlayapmiz. Abu Qatoda roziyallohu anhudan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarni oldida turib, Alloh yo'lidagi jihad va Allohga iymon keltirishlik eng afzal amal ekanligini aytdilar. "Ya Rasululloh, aytingchi," dedi bir kishi. "Agar Alloh yo'lida o'ldirilsam, gunohlarim kechiriladimi?" Rasululloh: "Ha, agar Alloh yo'lida o'ldirilsang, sabrli, ajr umid qiluvchi, yuz o'girmay olg'a borgan holingda o'tsang,
xatolaring kechiriladi. So'ng Nabiy sallallohu alayhi vasallam nima deding? Qanday aytding? Haligi odam yana takrorladi. "Ya Rasululloh, aytingchi, agar Allohning yo'lida o'ldirilsam, xatolarim kechiriladimi?" Rasululloh aytdilar: "Ha, sabrli, ajr umid qiluvchi, yuz o'girmay, olg'a borgan holingda, faqat qarzdan tashqari." Albatta Jabroil menga shuni aytdi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Imom Muslim rivoyat. Mo'minning ruhi osilib turadi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan payg'ambarimiz aytadilar: "Nafsul mu'mini muallaqatun bidaynihi hatta yuqda anhu." Rasululloh aytadilar, mo'minning ruhi o'lganidan keyin qarzi to'lanmagunicha osilib turadi, asir bo'lib turadi. Imom Ahmad, Termiziy, Hokim rivoyat. Muallaqatun bidaynihi, qarzi sababli osilib turadi. Nima degani? Imom Suyuti aytadi, ya'ni u boyagi ruh, mo'minning ruhi o'zini ulug' maqomidan to'sib qo'yiladi, deydi. Iroqiy aytadi, qarzi uzilgunicha uning ishi to'xtatib qo'yiladi. Ya'ni hukm qilinmagan, najot topdimi bu ruh yoki halok bo'ldimi, ma'lum emas. Imom Shavkoniy aytadi, bu holat mana shunday bir osilib turishi, hukm qilinmasdan qolishi mayyitni o'ziga bog'liq bo'ladi. Ya'ni mana shu mayyit dunyoda qarzini to'lab qo'yishlikka qodir bo'lib turib, to'lamagan bo'lsa shu holatga tushadi. Endi bu holat ana shu mayyitning vorislarini mana shu mayyitni qarzini tezroq uzishlikka targ'ib qiladi. Ammo kimdir qarz bo'lib o'tgan bo'lsa, qo'lida dunyosi bo'lmagan bo'lsa, ammo qalbida shu qarzni uzaman degan niyati bor bo'lgan bo'lsa, Alloh uni qarzini ado qilib qo'yadi. Keyingi hadis ana shu qarz olayotgan odamni niyati qanchalar muhim ekanligini siz bilan bizga bayon qiladi. Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addallohu anhu. Rasululloh aytadilar, kim odamlarning molini olsa, qaytarish niyati bilan Alloh unga yordam berib, uni qarzini ado qiladi. Va man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahulloh. Endi kim odamlarning molini olsa, nobud qilishlik niyatida, qaytarmaslik niyatida, Alloh uni talofatga uchratadi, uni nobud qiladi. Ma'qulmi? O'zi asli qarz olishdan ehtiyot bo'lish kerak. Imom Tabaroniy Abu Umomadan marfu holatda rivoyat qildi. Man dana bidaynin fi nafsihi fawafahu wa mata tajawazallohu anhu va arda gharimahum bima sha. Kim qarz olib, uni qaytarish niyatida bo'lsa va qarzini ado qila olmasdan vafot etsa, Alloh uni avf qiladi va haqdorlarni o'zi bilgan narsa bilan rozi qilib qo'yadi. Olayotganda uzaman degan niyatda oldi, harakat qilib yurib o'lib qoldi. Alloh taolo haqdorlarni o'zi rozi qilib qo'yadi, deyapti. Davomini o'qiymiz. Endi kim qarz olib, qaytarish niyatida bo'lmasa va shu holda vafot etsa, qiyomat kuni Alloh haqdorga uni haqqini undirib beradi. Tushunyapsizmi? Inson qarz bilan o'ladigan bo'lsa, mana shu insuruh, mana shu ruh yetish kerak bo'lgan maqomdan, manzilatdan to'silib turadi. Qarz insonni dunyoda sharafini, erkinligini, hattoki iymonini xavf ostiga qo'yadi. Bu degani qarzdor odam qarzini uzmasdan o'lgan bo'lsa, Allohning huzurida bu odam ozod inson deyilmaydi. Ha, birodarlar, iymonli kishi ham, hatto shahid odamda ham qarzi bor bo'lishi mumkin. Agar shu holatda o'tadigan bo'lsa, ular ham jannatga kirishlikdan to'xtatib turiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldiga bir mayyitni olib kelishsa, kafanlab, janoza o'qishlik uchun qarzi bormi deb so'rardilar. Qarzi bor desa, o'qimasdilar. Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kishi vafot etdi. Biz uni yuvib, xushbo'ylab kafanladik. Keyin payg'ambar alayhisalomning oldiga janoza o'qish uchun olib keldik.
U zot bir necha qadam bosdilar, so'ng uni qarzi bormi deb so'radilar. Biz 2 dinor qarzi bor ya Rasululloh dedik. U zot orqaga qaytdilar. Ya'ni o'qimadilar. Shunda Abu Qatoda 2 dinor meni zimmamda ya Rasululloh dedi. Shundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qarz beruvchining haqqi vafot etgandan soqit bo'ldimi dedilar. Abu Qatoda ha dedi. Shundan keyin payg'ambar alayhisalom janozani o'qidilar. Rasululloh qarzi bor odamni janozasini o'qimas ekan. Buxoriy va Muslimda keltiriladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarzdor holda o'lgan odam olib kelinsa, aytardilarki, bu mayitni qarzini to'lashga biror narsasi bormi? Qarzni to'lagani biror narsa qoldirganmi? Agar bor deyilsa janoza o'qidilar, yo'q deyilsa o'zingizlar o'qib qo'yinglar deb janoza o'qimasdilar. Tushunyapsizlarmi ukalar? Qaysi darajada? iPhone 7 chiqdi, oldinglarmi? Ha? Qarz bo'lsa ham olinglar, orqada qolasizlarmi? Bir marta yashasanglar axir dunyoda. Qatilarkan boshqalardan. Nimaga ular tutadi-yu, siz tutmaysiz? iPhone 17 ni olgan bo'lsa, u boy 55-60 ga kirdi. 40 yildan beri biznes bilan shug'ullanyapti. Unga yarashaveradi, uni puli bor. Senga bo'lmoqmi? U o'sha maqomga, o'sha boyligi necha yilda yetdi? 30 yil, 40 yil biznes bilan shug'ullanib, ine yetdi. Senga kim qo'yibdi? Sen hali bo'lsang, kim qo'yibdi senga? Deydigan otasi, akasi yo'q. Deydigan jo'rasi, oshnasi yo'q. Balo bormi senga? Qarz bo'lmaslikning eng oson yo'li nima? Kunidan rozi bo'lishlik. Boshingda toming bormi? Bor. Issiq ko'rpang bormi? Bor. Yegan ovqating bormi? Bor. Bemalol yuribsanmi? Tushun, sen eng baxtli odamsan. Payg'ambarimiz aytganlaridek, "Man bata minkum aminan fi sirbihi." Kim o'zini to'shagida xotirjam tong ottirsa, demak uyi bor, to'shagi bor. Muafa fi badanihi. Tanasi ofiyatda bo'lsa, uxlayapti, turyapti, yeyapti, ichyapti, kirib chiqyapti. Va indahu quta yawmihi. O'sha kunga yetadigan taomi bo'lsa, eng baxtli odam shu deb payg'ambarimiz beryaptilar baxt formulasini. Sen kimlarning formulasiga erishyapsan? Qarzdorlikdan omon bo'lishning yo'li hammamiz bilgan qanoat va sabr. Inson unga berilgan rizqqa rozi bo'lishi, nafsini tiyishi. Va tushuninglar, bu nafs hech qachon to'ymaydi. Rasululloh aytganlaridek, agar inson bolasiga bir vodiy oltin berilsa, ikkinchi vodiy oltinni orzu qiladi. Insonning ko'zini tuproq to'ldiradi. Birodarlar, inson to'ymaydi. O'shuning uchun biz o'zimiz ota sifatida, ona sifatida farzandlarimizni qanoatga, sabrga, rozilikka o'rgatishimiz kerak. Nimaga qarzga kirib ketdi bolamiz? O'sha ta'lim tarbiyani bermadik, qalbini biz to'ldirib qo'ymadik bu yerga rozilik bilan. Qarz, avvalgi darslarimizda aytdik, zarurat qarzi bor va zarurat bo'lmagan qarz bor. Zarurat qarzi, kamoliyat qarzi. Zaruratsiz qarz bo'lishlik bu hirsning natijasi. Qaytaraman, zaruratsiz qarzdor bo'lish bu hirsning natijasi. Ulamolar aytishadi, bandadan sodir bo'ladigan hamma gunohlarning asli 3 ta gunoh. 3 ta gunoh bor, hamma gunohlar shu 3 ta gunohdan suv ichadi. Agar mana shu 3 ta gunohni inson qalbida tiyib olsa, nafsida tiyib olsa, qolgan gunohlardan qutulishi juda ham oson bo'ladi. Ana shu 3 ta gunohning birinchisi kibr, ikkinchisi hirs, uchinchisi hasad. Kibr, hirs, hasad. Kibr shaytondan bo'ldi. Hirs Odam alayhissalomdan bo'ldi. Mana bu daraxtning mevasini yemadi edi, hirsni qo'zib yedi. Uchinchisi Qobildan bo'ldi. Hasad qilib ukasini o'ldirib qo'ydi. Bizi mana shu darslarimizning mavzusi bo'lgan qarzdorlik ham aynan mana shu hirsga borib taqaladi. Boshqalarda bor, unda yo'q. Ko'radi, hirsni qo'ziydi. Ammo olgani puli yo'q. Shunda nima qiladi odam? Nafs xohlab turibdi.
Hirsi qo'zib turibdi. Nima qiladi? Qarz oladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Qad aflaha man aslama va ruziqa kafafan va qannahu Allohu bima atahu." Kim islomga kirsa, yetarlicha rizqlansa va Alloh unga bergan narsasiga qanoatlantirib qo'ysa, batahqiq najot topibdi. Ana kim baxtli odam? Iymoni bor, rizqi yetarli va Alloh unga qanoat bergan. Demak, qarzni sababi nima ekan? Hirs ekan. Endi shu hirsdan qutulish uchun, qanoatga, kuniga rozilik yetishlik uchun nima qilish kerak? Birinchisi, dunyo haqidagi tasavvurini tuzatish kerak. Dunyo hayotiga bo'lgan munosabatini to'g'rilashlik kerak. Bu dunyo biz uchun imtihon hovlisi deb tushunish kerak. Bu dunyo mukofot yoki jazo hovlisi emas, imtihon hovlisi. Biz bu yerga sinovga kelganmiz degan narsani tushunish kerak inson. Ikkinchidan, dunyo hayotida yashar ekan inson boylarga emas, o'zidan boyroq bo'lganlarga emas, balki o'zidan kambag'alroq bo'lgan odamlarga qarash kerak. Yana ana shu hirsdan qutulishning yana bitta bir yo'li, inson haqiqiy ehtiyojini bilish kerak. O'zi uchun zarur bo'lgan narsani bilish kerak, zarur emas ortiqcha narsani ham farqiga borish kerak. Va yana bir yo'li, qarzdorni holiga qarash kerak. O'sha hirsi qo'zib qarzga bir narsa olaman deb turibdimi? Katta qarzga kirib qolib, hayoti xonavoyron bo'lib ketgan odamlarni ko'rish kerak. O'y, o'sha kuniga rozi bo'lmasdan qarz olaman degan ukalar, shu qarzga kirib qolgan odamlarni so'rab surishtirib, holidan xabar olinglar-da. Qaniydi seni problemalaring endi bo'lsa meniki deydi. Nimaga unaqa deydi? Chunki kattasiga kirib ketdi-da. Kim o'zi xohlayotganda qilib yashashga yeta olmayotgan bo'lsa, sabr qilish kerak. Shoshilmaslik kerak. Chunki shoshqaloqlik, besabrlik, qanoatsizlik insonni qarzga botiradi, oxir-oqibat afsusga tiqib qo'yadi. Yana qaytarib aytaman, hozirgi yoshlar hamma narsani birdaniga bo'lishini xohlayapti. Unaqa bo'lmaydi, jon akalar. Alloh taolo osmonni yerni 6 kunda yaratgan. Alloh taolo bo'l desa bir lahzada hammasi bo'lar edi. Nimaga 6 kunda yaratdi? Bizga ibrat, bandalar, hamma narsa sekin-sekin bo'ladi degani. Sabr Allohning va'dasiga ishonish, uni fazlini kutish. Innama yuvaffas-sabiruna ajrahum big'oyri hisob. Albatta, sabr qiluvchilarga ajrlari hisobsiz to'liq qilib beriladi. Tushuninglar, ukalar, qirg'ida pastidagilar, sizlar hali yoshsizlar. Palonchi hoji akaga boy bo'lgan yana bir 25 yil vaqt bor sizlarga. Shoshilmanglar. Tez kelgan boylikdan qo'rq. Birdaniga uy oldi, birdaniga 4 ta uy oldi, birdaniga 10 ta mashina, birdaniga tilla ko'mib tashadi uydagilarni. Unaqa bo'lmaydi-da, jon akalar. Yo bu dedi ekishizga siraz 700 ta pishadimi? Ha? Chachasiz biri chiqadi, biri chiqmaydi. Sabr qilinadimi? Nimaga shoshilasizlar? Qachon qarz olish mumkin? Qachon shariat qarz olishingizga ruxsat beradi, qarz olishlik joiz deydi. Islom dini qarz olishni faqatgina zaruriy holatlarda deydi, olishlikni joizligini va faqat juda ehtiyotkorlik bilan yondashlikka targ'ib qiladi. O'zi umuman dinimiz birodarlar mo'min odamga qanoatga, sabrga, kuniga rozilikka chaqiradi-da, nafsiga ergashib ketishlikdan qaytaradi. Mana qaranglar. Nasiya bilan ishlaydigan do'konlar bor, xos. Hamma narsani nasiyaga beradi. E'tibor bering-da, nasiya savdo halol, to'g'ri, xo'p. Endi ana shu nasiyaga berayotgan shu do'kondagi mollar sizni hayotingiz uchun zarurat narsami hammasi? Ha, ehtimol zarurat narsalar ham bordir, lekin aksariyat berayotgan nasiya narsalari zarurat emas, kamoliyat. Tomini yopolmayapti, qish kelib qoldi, qarzga tuniki olsin, bu zarurat. Tomni yopdi, eshik romga pul yetmayapti, qarzga olsin, bu ham zarurat.
Ko'mir kerak, qish kelib qoldi. Bu zarurat. Shunaqa zaruratmi shu do'konda sotilayotgan narsalar? Ha birodarlar, nasiyaga berishlik shariatda joiz. Nasiyaga bu narsa olishlik mumkin muhtoj odamga. Faqat o'sha olayotgan narsamiz zaruratmi? Qani shunaqa bir nasiya do'kon bo'lsa, shunaqa muhtoj bo'lgan qurilish materiallar sotsa odamlarga. Qish kelib qolgan paytda ochib qo'ysa, tunuka bo'limi nasiyaga beramiz deb. Chunki zarurat bo'lib qoldi odamlarga. Yo ko'mirda nasiyaga bersa qishda. Yo'q. Biz ana shu nasiya do'konlardan olayotgan narsalarimiz va bolalarimiz olayotgan narsalar kamoliyat. Usiz ham kunimiz o'tayotdi. Hayotda qarz tufayli halok bo'lganlar juda ham ko'p. Hozirgi kunda qarzi yo'q odamni topish qiyin. Deyarli hammani qarzi bor desak adashmasak kerak. Kimdir bankdan olgan qarzni, kimdir boshqadan olgan. Ha, ba'zilar zarurat uchun olgan bo'lishi mumkin. Lekin ayrim odamlar, ehtimol ko'pchilik zarurat bo'lmagan narsa uchun qarz olgan. Takror aytamiz, biz qarzdan ehtiyot bo'lish kerak deyotganimizda qanaqa qarzni nazarda tutyapmiz? Kamoliyat, zebi zinat, zarurat bo'lmagan narsalarni qarzga olishdan ehtiyot bo'lishni chaqiryapmiz. Hashamat uchun olingan qarz, orzu havas uchun olingan qarz, zaruratsiz qarz. Hozirga kelib odamlar nima uchun qarz olyapti? Ayniqsa yoshlar. Sanaylar. Yangi telefon, yangi mashina, sayohat, yangi mebel, uy jihozlari, restoranda to'y qilish, ijtimoiy rang-baranglik uchun. Shu narsalar aslida bunga hozir zarurmidi? Ana shu qarzni olishdan avval shu savolni berishimiz kerak. Shu olmoqchi bo'layotgan narsam, nasiyaga, qarzga menga hozir zarurmi? Yo'q, bu savolni olayotganda bermaydi. Qachon beradi bu savolni? Ish xolta bo'lgandan keyin. Qarzga botib, to'lomay, uyqusi qochib, haqdorlar tinchitmasdan jonidan to'ylagandan keyin aytadiki, menga kerakmidi shu narsa deydi. Shuning uchun qarz olishni rejalashtirib turgan ukam, shu savolni o'zingga ber. Muammolarga kirmay turib, uyini sotishga majbur bo'lmay turib, tinchliging, halovating buzilmay turib, el yurt orasida bo'yning egilib qolmasdan turib, pushaymonga botmasdan turib o'zingdan so'ra. Menga shu narsa hozir zarurmi? Shu narsaga muhtojmanmi? Shu narsani olmasam hayotim to'xtab qolmaydimi? Arzimagan 3 kunlik dunyo hayotini deb turib, oxiratda boy berib qo'ymaslik kerak. Esimizdan chiqmasin. Hatto shahid ham o'zini maqomiga yetishlikdan qarzi sababli to'silib qoladi. Alloh azza va jalla mana shunday bir zaruratsiz qarz olishlikdan Alloh o'zi bir panoh bersin. Kunimizga rozi bo'lib, sabr qanoat qilib yashashlikka tavfiq bergan bo'lsin. Ishni Allohga topshirish, uni o'ziga suyanish, uni va'dasiga ishonish, Allohning ishiga rozi bo'lish, u haqida yaxshi gumonda bo'lish, yengilligini faqat Allohdan kutish iymonning eng ulug' mevasi. Allohga tavakkul qilish mo'minning eng ulug' sifatlaridan. Tavakkul qilish degan nima degani edi? Esli odamlar ittaro kelib, mana devorga suyangan, beli charchamayapti, beli tolmayapti. Endi suyanchig'i bo'lmagan odamning beli tolib ketadi. Mana sizlarga deyqoncha misol. Allohga ishlarini topshirgan, Allohga ishini tavakkul qilgan banda hayotda beli tolmay yashaydi. Lillahil masalul a'la. Banda ishlarning oqibati haqida yaxshi gumonda bo'lsa, har bir ishida Allohga suyansa, nimaga erishadi? Allohning himoyasiga, homiyligiga, rioyasiga, qo'llashiga va madadiga. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga suyansa, bu odamning hamma ishi Allohning qo'lida. Ibrohim alayhisalom juda ham katta o'tni to'plab gulxan yoqishdi. Ibrohim alayhisalomning oyoq qo'lini bog'lab o'tga uloqtirishdi. Havoda uchib ketyapti. Shunda Jibril alayhisalom keldida, "Alaka haja ya Ibrohim?" Ibrohim, menga bir hojatingiz bormi? Ha, ushlab qoling demadi. U sekundlarda bo'lyapti bu ish. Havoda gaplashyapti buni. Uchib ketyapti, hozir yarim sekundda tushadi o'tga. Sizgami dedi? Sizga hojatim yo'q. Robbimga hojatim bor.
ammo Robbimga aytishni hojati yo'q dedi. Hasbunallohu va ni'mal vakil dedi Ibrohim alayhisalom. Alloh taolo nima dedi? Qulna ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim. Ey o't, Ibrohimga sovuq va salomat bo'ling dedi. Nima uchun? Hasbunallohu va ni'mal vakil degan uchun. Mushriklar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni va sahobalarni qo'rqitib odam yuborishdi. Katta qo'shin ustinglarga to'planib kelyapti. Bu Uhud g'azotidan keyinlar, 3 kun o'tib. Rasulullohni qo'rqitgani, sahobalarni qo'rqitgan odam yuborganda Rasululloh aytdilar: "Hasbunallohu va ni'mal vakil." Bizga Allohning o'zi kifoya, u vakillikka o'ta loyiqdir. Natija qanaqa bo'ldi? Shu oyatning davomini qarang. Fanqalabu bi ni'mati minallohi va fadl. Bas ana shu yurishdan biron noxushlik yetmay Allohning ne'mati va fazli bilan qaytdilar. Birodar, hasbunallohu va ni'mal vakil deyishni o'rgan. Yuragingdan chiqsin, ishonib turib ayt. Odam bolasi dunyoda yashar ekan, albatta xavotirga, mashaqqatga, vahimaga, qo'rquvga duch keladi. Bularning hammasini oldida sobit turishlikka insonning toqati yetmaydi. Chunki inson ojiz, inson zaif qilib yaratilgan. Va xuliqal insonu doifa. Inson ojiz qilib yaratilgan. Demak, inson ojiz. Ammo u Robbimizga tavakkul qilsa, Alloh meni qo'llaydi deb iymoni komil bo'lsa, ishini Allohga topshirsa, holi tamomiy yaxshi tomonga o'zgaradi. Kelayotgan qo'rquvlar, hodisalar, voqealar, halokatlar bandani ezib qo'yadi. Shunda unga bitta yo'l qoladi. Hasbiyallohu va ni'mal vakil deydi. Meni hisobim Allohning qo'lida, u naqadar zo'r vakildir. O'zi shunaqa bir musibat tayda qolgan odamni boshqa nima chorasi ham bor? Nima chorasi ham bor? Agar birodar haqiqiy mo'min bo'ladigan bo'lsang, yolg'iz o'zini o'ziga suyan. Alloh taolo aytayapti: "Va alallohi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Agar sizlar mo'min bo'lsanglar, Allohning o'ziga suyaninglar. Akangizga emas, tanishingizga emas, pulingizga emas, qandaydir kuchliroq aloqalaringizga emas, Allohga suyaning. Agar mo'min bo'lsangiz, shart qo'yapti: "In kuntum mu'minin." Agar mo'min bo'lsanglar. Mana tarixni qarasangiz, Allohga tavakkul qilishlikni misollari to'lib yotibdi. Allohga haqiqiy tavakkul qilganlarda Alloh qanday qo'llaganini qarang. Hojar ona emiziklik Ismoil o'g'li bilan Bakkada qoldi. Ibrohim alayhisalom qo'yib ketdi, Allohga tavakkal deb qoldi. Hasbunallohu va ni'mal vakil dedi Hojar ona. Ojiza ayol, qo'lida emiziklik bolasi, hali Makka shahri yo'q, sahro. Shunday qo'yib ketaverdi. Qolaverdi. Idan lan yuzayyana. Alloh bizni zoya qilmaydi dedi. Nima berdi Alloh taolo Hojar onaga? Zamzamni berdi. Musa alayhisalom onasi, u ham ojiza, zaif ayol. Firavun hukm qilgan, Banu Isroildan tug'ilgan har bitta o'g'il bolani, o'g'il chaqaloqni so'yilsin. Istab yurib, uymi-yur so'yishgan. Qanaqa bir sharoiti bor, qanaqa bir chorasi bor bu ojiza ayolni. Daryoga borib, sevatga solib oqizdi. Hasbunallohu va ni'mal vakil dedi. Nima bo'ldi? Firavunning qasriga borib, Firavunning bolasidek katta bo'ldi. Mana shu Musa alayhisalomni qatl qilishlik uchun chaqlangan qilichlar, pichoqlar, hanjar, nayzalar Musa alayhisalomning himoyasida xizmatida turdi. Onasini uyiga olib borib keladigan bo'ldi, Firavunning xonadonining bolasi bo'lganligi uchun. Chunki Alloh taologa birodarlar, qiyin narsani o'zi yo'q. Shuning uchun birodar, agar qiylangan bo'lsang hayotda, mashaqqatlar ezib tashlagan bo'lsa, dod devorgin kelayotgan bo'lsa, shu muammodan chiqishni xohlaysanmi? Albatta xohlaysan. Unday bo'ladigan bo'lsa, hamma narsani ishi, hukmi o'zini qo'lida bo'lgan Allohga topshirishingni, uni o'ziga tavakkul qil. Seni shioring hasbunallohu va ni'mal vakil bo'lsin. Allohning o'zi kifoya bizga, u vakillikka o'ta loyiqdir. Puling ozayib ketdi, davlating kamayib ketdi, qarzga botib qolding. Hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Ishing yurishmayapti, qayoqqa borsang eshiklar yopiq, hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Dushmanlarda xavotir ko'payib ketdi, taqdir, tuhmatlar ko'payib ketdi, hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Robbimiz o'zi bizga kifoya va u naqadar yaxshi vakildir. Shaytoniy hiylalar, shaytoniy hujumlar
ustingga bostirib kelib qolsa, hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Chunki shaytonning hiylasi Allohga tavakkal qilgan bandalarga o'tmaydi. Qaytarib aytaman, Allohga haqiqiy tavakkal qilgan odamga shaytonning makr hiylalari o'tmaydi. Astagfirullah. Inna ibadi laysa laka alayhim sultonun va kafa bi robbika vakila. Mening iymon e'tiqodli bandalarim ustiga esa sen uchun hech qanday saltanat hukmronlik bo'lmas. Parvardigoringning o'zi yetarli qo'riqlovchidir. Iblis Odam alayhisalomga sajda qilishidan bosh tortdi. Jannatdan quvildi, la'natni oldi va Alloh taolodan qiyomatgacha o'lmaslikka izn so'radi. Alloh izn berdi. Iblis nima dedi? Endi mana shu odamni deb turib la'nati bo'ldi, mana shu odamni deb turib jannatdan quvildimmi? Endi men buni zurriyotini hammasini to'g'ri yo'ldan adashtiraman dedi. Oldidan orqasidan kelaman, o'ngidan so'lidan kelaman, ustidan ostidan kelib juda ko'pchiligini adashtiraman, juda ko'pchiligi seni to'g'ri yo'lingda bo'lmaganligini ko'rasan dedi. Alloh taolo nima dedi? Meni e'tiqodli iymonli bandalarim ustida senga hech qanday hukmronlik yo'q dedi. Shuning uchun hasbiyallohu va ni'mal vakil degan narsa qalbingdan chiqsin. Rostakamiga Allohga tavakkul qil, shaytonning makr hiylalari ham senga zarar qilmaydi. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, Allohning o'zi yetarlidir. Qarangda, bir muammoingiz bor. Bu yoqqa yurdingiz, bu yoqqa yurdingiz, eplolmayapsiz. Shunda bir siz ishongan, sizga yaxshilikni ravo ko'radigan, gapiga javob beradigan, seryozni odam, bo'ldi men qilib beraman, ketavering dedi. Bo'ldi, ketavering, men to'lab qo'yman ishingizni dedi. Biz aytganda ishonchli odam, omonatdor odam, gapiga javob beradi. U haligi har xil qalanqasaq emas va sizga yaxshilikni ravo ko'radi. Bo'ldi, ketavering, to'lab qo'yman, xotirjam uxlavering desa, bitta odam sizga ishingizni hal qilib beraman desa, o'sha nima bo'lib qolasiz? Xotirjam bo'lib qolasiz-a? Ha, o'lib qolishi mumkin. Fe'li aynib qolishi mumkin. U mansabidan ketib qolishi mumkin. Bitta shunaqa ojiz banda ishingni men to'g'rilab beraman desa, xotirjam bo'lasiz-u. Hamma ish o'zini qo'lida bo'lgan Alloh ishingni menga topshir, o'zim bitkizib beraman desa, ishona olmaysizmi? Bizning muammoimiz shunda-da. Mana Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu hadisini o'qidik, zikr haqidagi darsimizda. Ya Rasululloh dedi. Bir kunda qiladigan duolarimni qanchasi sizga salovatga aylantirib qo'yay? Qancha ko'p bo'lsa o'zingga yaxshi dedilar Rasululloh. Duolarimni 3 dan birini sizga salovatga aylantirib qo'yaymi? Qancha ko'p bo'lsa o'zingga shuncha yaxshi. Yarmini sizga salovatga aylantirib qo'yaymi duolarimni? Qancha ko'p bo'lsa o'zingga yaxshi. Imom Termiziydan bu hadis. Unday bo'ladigan bo'lsa, hamma duolarim sizga salovatga aylanadi dedi. Faqat sizga salovat aytaman dedi. Rasululloh aytdilar, unday bo'lsa gunohlaring mag'firat qilinib, g'amlaring hal bo'lar ekan-da dedilar. O'sha darsda o'tganimizdan beri salovat tinmasdan aytayotganlar, qo'l ko'tarib qo'yamiz. Bu darsda qatnashganlarda endi. Bir 10 tadan ko'proq odam o'tiradi darsda. Ajlar ishona olmayapti-da qolganlar. Qanday? Salovat aytsanglar problema hal bo'lib ketadimi? Mana masalan hozir ish yurishmayapti. Undan ko'ra bitamta ish bergani yaxshi emasmi? Masalan, qarzim bor. To'g'risi salovat aytib o'tirsam, endi seniki ijobat bo'lmaydi. Mana kam deganda 400 ta 500 ta odam masala eshityapti-ku kunda kelib. Qani bir 50 ta odam yo'qda, 10 tadan bitta odam qo'l ko'tara olmayapti. Endi ayb kimda ekan? Ha, hayotda osuda, xotirjam, sakinat bilan yashamayotganingizga sabab nima ekan? Ishonmayapsiz, birodar. Qanday? Prosta salovat aytsa hal bo'ladimi? Bilmadim. Unda gunohlaring mag'firat bo'lib, g'amlaring hal bo'lar ekan-da deyaptilar Rasululloh. Tilingiz bekor qoldi, salovat ayting-da. Ayting-da. Ishona olmaysiz-da. Shuning uchun aytyapmiz, haqiqiy tavakkal qilganga beriladi bu narsa, hammaga emas. Modomiki hayotni beradigan ham, oladigan ham Allohning o'zi ekan. Rizqni berib, man qiladigan ham o'zi ekan. Endi nima uchun boshqalardan qo'rqib, boshqalardan umid qilasan, birodar? Nimaga qo'rqasan birodardan? Ustingga kelayotgan ko'p g'am va tashvishlar, birodar. Anduqlar nima sababdan kelyapti bilasanmi? Sen hech ham o'ylamagansan bu narsani. Gunohlar deysizlar,
Taqvoyimiz yo'qligi deysizlar, namozga beparorligimiz deysizlar, lekin bu narsani bilmaysizlar. Nimaga shu muammolar kelyapti, bilasizmi? O'zingga o'xshagan odamdan umid qilishliging, o'zingga o'xshagan bandaga suyanishliging, unga laganbardorlik, unga tilg'onamalik qilishliging. Shu sababdan ustingga musibatlar keladi. Odamga suyanganligi uchun problema keladi ustingga. Bunaqa qilma birodar. Chunki u sen umid qilib, undan yaxshiligini umid qilib, undan foyda kelishini umid qilib, unga sen laganbardorlik qilayotgan odam ham senga o'xshagan odam. U ham ojiz banda. Shuning uchun Allohni o'zidan umid qil, faqat Allohni o'ziga suyan. Shunda ko'p muammolardan qutulasan. Psixologik muammolardan, ta'madan, laganbardorlikdan, patqalimlikdan va nimadan? Puldor odam kasal ikki bo'kilib turadi. Pisand qilmaydi senda qani. Sen Allohdan kutgunda, senga mansabdormi, puldormi bir xil bo'ladi. Tekkiz muomala qilasan. Qimmat mashinada, qimmat kiyim bilan kirib kelsa, qimmat telefon bilan. U savdo qilsa, qilmasa qulluq qilasiz, aka keling deysiz. Prosta ko'rib chiqib ketadi. Endi bunday qo'li kaltaroq, yupurroq odam kelib turib, sizga palon pulli savdo qilsa ham bunday turasiz sizning oldida. Yana bir muhim narsa, inson bir narsaga erishishligi uchun sabablarni qilish kerak. Sen maqsadingga yetishlik uchun ikkita sabab kerak senga. Bittasi asliy sabab, bittasi tayin qilingan sabab. Asliy sabab, tayin qilingan sabab. Asliy sabab bu Allohning xohishi. Tayin qilingan sabab sen qilishing kerak bo'lgan ishlar. Shu ikkalasi bo'lsa, seni maqsading ro'yobga chiqadi. Qog'ozni kuyishiga olov sabab. Ko'katni o'sishiga suv sabab. Qon oqishiga pichoq sabab. Kunni isishiga oftob sabab. Bular bor yo'g'i sabab. Qaranglar. Olov, suv, pichoq, oftob sabab. Bular biz xohlayotgan ishni qilib bera olmaydi. Balki u narsani Allohning xohishi beradi. Dalil. Ibrohim alayhisalomni yoqib yuborishlik uchun mushriklar katta gulxan yoqishdi. Sabab bor. Oyoq qo'lini bog'lab otishdi. Sabab bor. O'tga tushdi. Kuydimi? Demak, o't kuydirmas ekanda, Allohning xohishi kuydirar ekan. O't bor yo'q nima ekan? Sabab ekan. Ibrohim alayhisalom o'zini o'g'li Ismoil alayhisalomni qurbonlikka yotkizdi. Oyoq qo'lini bayladi, yuzini yerga tegizdi, tomog'iga pichoqni qo'ydi, tortdi. Ismoil alayhisalom so'yilish uchun hamma ish qilindi. Pichoq kesdimi? Demak, pichoq kesmaydi ekan. Allohning xohishi kesar ekan. Pichoq bor yo'q nima ekan? Sabab ekan. Yunus alayhisalom qavm u kishini halok qilishlik uchun dengizga irg'itishdi kemadan. Baliq yutib olib tushib ketdi dengiz tagiga. Dengizda tagi, baliqning qorni, havo yo'q. O'lishlik uchun hamma sabab qilindi. Yunus alayhisalom o'ldimi? Demak, havoni yo'qligi o'ldirmas ekan. Havoni yo'qligi faqat sabab ekan. Kim o'ldirar ekan? Allohning xohishi o'ldirar ekan. Musa alayhisalom Misrdan ana shu 600 ming yahudi bilan chiqdi, qochib. Dengizning oldiga keldi. Orqadan Firavun qo'shini bilan yetib keldi, qirib yuborishlik uchun. Agar yetib kelsa, haqiqatan qirib tashlaydi. Lekin kim xohlasa qirib tashlaydi ular? Kimni xohishi bilan bu ishga qodir bo'ladi? Lekin Alloh xohlamadi buni. Aksincha shu zolimlarni o'zini halok qilishini xohladi. Bironta odam yerdan bitta tosh olib Firavunni qo'shiniga otgani yo'q, Banu Isroil ishidan. Ular hech narsa qilmadi. Endi Allohning xohishi bo'ludi, dengiz o'zi cho'ktirib qo'ydi. Tushunarli birodarlar, pichoq kesmaydi. O't kuydirmaydi. Suv cho'ktirmaydi. Alloh qiladi bularni. Siz bilan biz qilayotgan ishimiz bor yo'g'i sabab. Firavunning halok bo'lishiga alohida e'tibor bering birodar. Bu qissada bandalar qilish kerak bo'lgan bitta sabab yo'q. Alloh xoladi, tamom bo'laverdi. Ibrohim alayhisalomni odamlar o'tga tashashdi, sababni qildi. Ismoil alayhisalomni tomog'iga pichoq tortildi, inson sababni qildi. Yunus alayhisalomni tashlashdi. Bularni hammasida sabab bo'lib turib bo'lmadi. Sababni qilsa ham bo'lmadi natija. Ammo Firavun ishida sabab bo'lmasa ham bo'ldi. Kim aytgani bo'lar ekan? Kim aytgani bo'lar ekan? So'raylar kattalardan.
Bolam bezillamadi, Xudo aytgani bo'ladi deydi. Shuning uchun birodar, xotirjam bo'l. Biroq qo'rqitsa qo'rqib ketma. Biroq yaxshi narsani va'da qilsa ishib ketma. Ular hech narsa qila olmaydi. Agar Alloh bir ishni xohlasa, sababti ham kerak yo'q ekanmi? Astagfirullah. Innama amruhu iza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun. Alloh bir ishni xohlasa, bo'lishini. Shu ishga bo'l deydi, bo'ladi. Sabab ham kerak emas. O'shuning uchun Allohdan qolmang birodar. Allohga tavakkul qiling. Qoida. Bandani saodatga yetaydigan eng katta narsa, eng katta sabab Allohga tavakkul qilish. Suyanish, uni himoyasi bilan chegaralanish. Binobarin, birodar, Allohga suyanishing, Allohga tavakkul qilishing qanchalar kuchli, quvvatli bo'lsa, seni saodating ham shunga yarasha bo'ladi. Agar Allohga suyanishni bilmasang, Alloh bilan himoyalanishni bilmasang, shunga yarasha baxtsiz yashayverasan. Chunki Alloh taolo aytadi, astagfirullah, ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va la hum yahzanun. Xoliq subhanahu va taolo aytayapti. Siz bilan biz yaratgan zot aytayapti. Bizni nima baxtsiz qilish, nima baxtsiz qilmasligini biladigan zot aytayaptiki, ogoh bo'linglar. Ogoh bo'linglar. Albatta Allohning do'stlariga biron xavf va xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaslar. Inson Allohning do'sti bo'lsa, tavakkul qilib turib, unga g'am, qayg'u bo'lmaydi dunyoda. Qo'rqma birodar. O't kuydirmaydi, pichoq kesmaydi, suv cho'ktirmaydi. Agar buni Alloh xolamagan bo'lsa. Shuning uchun biroq qo'rqsa, ishingni olib qo'yaman desa, do'koningni yopib tashlayman desa, va desa, qo'lingdan kelgan sabablarni qilginu, hasbunallohu va ni'mal vakilda. Xotirjam bo'l. Bu yoqda nima bo'ladi? Allohning aytgani bo'ladi. Birov senga foyda keltira olmaydi agar Alloh xolamasa. Birov senga zarar yetkaza olmaydi agar Alloh xolamasa. Shuning uchun seni yuragini siqadigan bir xavotirli xabar kelsa, seni qo'rqitadigan bir so'z kelgan bo'lsa, hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Abbosni o'zining ulovlariga uchqashtirib olib, yosh bola ekan, bir qancha narsalarni o'rgatdilar. Ya g'ulam, inni uallimuka kalimat. Ey bola, men senga bir qancha so'zlarni o'rgataman. Allohning haqlarini saqlagin, Alloh seni saqlaydi. Alloh aytganda bo'l, Alloh saqlaydi. Allohning haqlarini saqlagin, uni doim qarshingda topasan. Qachon muammoing bo'lsa, Alloh hal qilib beradi. Agar so'rasang, Allohdan so'ra, ko'mak tilasang, Allohdan tila va bilginki, butun ummat senga biron bir foyda yetkazish uchun jamlansa, ular senga faqatgina Alloh yozgan foydani keltira oladi. Butun ummat. Agar butun ummat senga zarar yetkazishlik maqsadida to'plansa, ular Alloh yozganidan oshiqcha zarar yetkaza olmaydi. Chunki seni ustingga keladigan yaxshi yomon kunni yozgan qalam ko'tarildi, sahifalar quridi, ish bitdi. Abu Bakr Siddiq Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan hijrat qilib, Savr g'orida o'tirishar edi. Rivoyatlarga qarasak, o'rgimchak to'r solib qo'ydi. Bir kaptar kelib yotib oldi shu yerga. Mushriklar o'shigacha chiqishdi. Qarang, bironta sababni foyda qilmadi. Rasululloh hijrati uchun 10 ga yaqin sababni qildilar. Shimolga qaramay yurmasdan janubga qarab yurdilar. Kechasi chiqdilar, qo'ylarning izlari bilan tuyanisini yopishdi. G'orga kirib 3 kun o'tirishdi. Hamma sababni qildilar, ammo bu sabablarning bittasi foyda qilmadi. Quraysh baribir topib chiqdi shu yerga. Chiqishdi, Abu Bakr Siddiq va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning oyog'ini ko'rib turishibdi. Shunda Abu Bakr Siddiq yig'iladi. Nimaga yig'layapsiz, Abu Bakr? Ya Rasululloh, agar hozir oyog'ini tagiga qarasa ko'rib qolardi dedi. Robbisining va'dasiga tamomiy iymoni komil bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam, haqiqiy tavakkulchilarning ustozi bo'lgan Muhammad alayhisalom, ya Abu Bakr, ma zannuka bi ithnayn Allohu salisuhuma dedi. Uchinchi she'riga Alloh bo'lgan ikkita odam haqida qanaqa gumondasiz dedi. O'rgimchakda to'ri to'sdimi? Dunyodagi eng nafis parda shumi? Eng nafis to'siq shumi? Alloh xolodi shu o'rgimchakda to'ri sabab bo'ldi. Ammo payg'ambarimiz qilgan hech qaysi sababi foyda qilmadi. Shuning uchun birodar, seni sababing maqsadingga yetkazmaydi. Allohning xohishi yetkazadi. Allohning xohishi qachon bo'ladi senga foydasi?
Hasbunallohu va ni'mal vakil desang. Qarang, shu yerda bitta sabab qoluvdi. Rasulullohga va Abu Bakr Siddiqqa. Bitta sabab qoluvdi. Qaysi sabab edi qilish kerak edi ular? Oxirgi sabab edi. Nima edi? Allohning va'dasiga ishonib jim o'tirish edi. Oxirgi sababni ham qildi, Alloh taolo saqladi. G'orda oldan qaytib ketishdi. Shuning uchun birodar, hamma hisob kitobni qilasan. Svet o'chib qolsa dvijok, mon mikrofon ishlamay qolsa manavi, ona qori kelmay qolsa manavi, hamma sabablarni qilding, bar bo'lmadimi? Endi nima deyishing kerak? Nima deyish kerak shunda? Alloh shuni taqdir qilgan ekan, bo'ldi. Biz sababini nima qildik? Xotirjamisiz? Haqiqiy tavakkalchi qanaqa bo'ladi? Mana endi shu savolni so'raylik o'zimizdan. Men har safar hasbiyallohu va ni'mal vakil, hasbunallohu va ni'mal vakil deyapman, Allohga tavakkal deyapman. Men haqiqiy tavakkulchimanmi? Haqiqiy tavakkalchi inson qanaqa bo'ladi? Sababni puxta qiladi. Xuddi tavakkal qilishni bilmaydigan odamdaqa faqat sababni qiladi. Keyin sabablarni zo'r qilib qo'ygandan keyin sabab qilmagan odamdaqa Alloh o'zingga topshirdim deydi. Haqiqiy tavakkulchi qanaqa bo'ladi? Sababni zo'r qildi. Keyin sababni qilmagandaqa Allohga tavakkal dedi. Endi undan keyin qanaqa ish bo'lsa ham endi u rozi. Shu odam haqiqiy tavakkulchi. Hamma sababini qildimi odamlar? Tavakkalni ham qildimi odamlar? Bar bo'lmadi-yu. Sen tavakkalchi emas ekansan. Chunki haqiqiy tavakkulchi qanaqa natija bo'lsa ham undan rozi bo'ladi. Endi so'rayinchi o'zingizdan, siz haqiqiy tavakkulchi ekansizmi? Shuning uchun ulamolar aytishadi, tavakkul 3 xil bo'ladi. Birinchisi shikoyat qilmaslik. Ikkinchisi rozilik, uchinchisi muhabbat. Birinchisi shikoyat qilmaslik. Bu sabr darajasi deyiladi. Zohid insonlar sabr qiladi, shikoyat qilmaydi. Ikkinchisi rozilik. Bu Allohning taqsimiga, Allohning bergan kuniga rozilik. Bu sodiqlarning tavakkuli. Uchinchisi muhabbat. Allohning qilgan ishini yaxshi ko'rish, garchi sizga yoqmaydigan ish bo'lsa ham. Bu anbiyolarning tavakkuli. Tavakkulning birinchisi shikoyat qilmaslik, ikkinchisi rozi bo'lish, uchinchisi yaxshi ko'rish. Endi tavakkulning samaralari. Mana endi nima bor bizga tavakkal qilsak, birodarlar? Birinchidan Allohning muhabbati bor. Innalloha yuhibbul mutawakkilin. Alloh tavakkulchilarni yaxshi ko'radi. Agar Alloh seni yaxshi ko'rgan bo'lsa, yutdi ikki dunyoda. Keyingi foydasi, rizqing keng bo'ladi. Hozir 99% odamni g'ami shu pul topishda, to'g'rimi? Ha? Pul topishda. Rasululloh aytadilar, agar sizlar Allohga haqiqiy tavakkul qilganinglarda, Alloh sizlarning rizqinglarni xuddi qushning rizqini bergandek berar edi. Qush ertalab uchib chiqib ketadi, qorni och, kechki payt albatta qorni to'q keladi. Och qolmas ekan qush, birodarlar. Uni hunari yo'q, do'koni yo'q, sababi yo'q, uchib chiqib ketishinglar bor. Qush albatta qorni to'yib kelar ekan. Agar sizlar chinakamiga haqiqiy tavakkul qila olsanglar, qushni qornini to'yg'izganda to'yg'izadi Alloh deyapti. Tavakkulning yana bitta samarasi, shaytonning vasvasasidan omonda bo'lasan. Hamma qo'rqib bo'layotgan ishlardan vahimaga tushganda xotirjam turasan. Innahu laysa lahu sultonun alal ladina amanu va ala robbihim yatawakkalun. Albatta iymon keltirgan va yolg'iz Allohga tavakkal qiladigan zotlar ustida shayton uchun hech qanday saltanat yo'q. Vasvasadan omonda bo'lasan. Jannatga behisob kirasan. Payg'ambarimiz aytadilar, meni ummatimdan bo'lgan 70 ming kishi bor, ular jannatga hisob kitobsiz kirib ketadi. Sahobalar, ular kimlar yo Rasululloh deyishdi. U zot javob berdilar, o'zlarini kuydirmagan, kuydirib davolamagan, ruhiya qildirmagan va Allohga tavakkul qilganlar dedi. Haqiqiy tavakkul qilgan odam jannatga hisob kitobsiz kiradi deyapti Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Tavakkulning yana foydalaridan insonni azizlikka boshlaydi. Chunki meni ishim Allohning qo'lida. Alloh rizqimni yetkazadi. Alloh foydani ham, zararni ham o'zi beradi degan odam xo'jayin uni xor qilsa ko'tarmaydi. Biroq qo'rqitsa qo'rqmaydi. Alloh rizqni bitta eshigini yopsa, ikkinchisini ochadi, deb shat izzat nafsi bilan chiqib ketaveradi. Kim Allohga suyansa, bas albatta Alloh g'olib va hikmatlidir.
Tavakkulning yana samaralaridan. Haqiqiy tavakkul qilayotgan bo'lsang, bu seni qalbingda iymonni chin rost ekanligini dalili bo'ladi. Va alallohi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Agar sizlar haqiqiy mu'min bo'ladigan bo'lsanglar, Allohga tavakkal qilinglar. Tavakkulning samaralaridan ishingni tuzatadi, ahvolingni o'nglaydi, fitnalardan, musibatlardan to'sadi. Haqiqiy tavakkul qilishlik, birodar, duolarning ijobati bo'lishining sababi. Haqiqiy tavakkul qilishlik maqsadingga olib boradi. Haqiqiy tavakkul qilishlik seni ikki dunyoda saodatli qiladi. Ana shu tavakkulga Imom Buxoriyda keltirgan bir hadisni hikoyasini beraman. Rasululloh aytadilar, Banu Isroildan bo'lgan bir kishi boshqa bir Banu Isroillik kishidan 1000 dinor qarz oldi. Qarz olayotganda qarzni berayotgan guvoh keltir dedi. Hali qarz olayotgan Allohning o'zi guvoh dedi. To'g'ri ayting dedi. Menga kafil keltir dedi. Allohning o'zi kafil dedi. To'g'ri ayting dedi. Ma'lum vaqtda berishlikka 1000 dinorni qarz qilib berdi. Haligi odam molni oldi, dengizga o'tirib ketdi. Tijorati bilan. Pul berish kerak bo'lgan vaqt kelgan paytda 1000 dinorni oldida dengizni bo'yiga keldi. Boyaga odam tomonga ketadigan kema bo'lsa berib yuboraman deb. Lekin kema bo'lmadi. Shunda nima qildi? Bir katta yog'ochni oldi, ichini o'ydi, dinorlarni soldi, yamadi, dengizga uloqtirdi. Nima dedi? Parvardigor, o'zing bilasan, palonchidan 1000 dinorni qarz olganman. Kafil keltir deganida seni kafil deganman. Seni kafilligingga rozi bo'ldi. Guvoh keltir dedi. Allohning guvohligi yetadi dedim, unga ham rozi bo'ldi. Men pulni jo'natgani kema qidirdim, ammo topmadim. Mana endi mana yog'och ichidagi pul senga omonat. Dedi, dengizga tashlab qaytib ketdi. Allohga o'ziga tavakkal qildi, 1000 dinorni yog'ochga solib dengizga tashlab yubordi. Va'dalashilgan vaqt keldi, haligi pulni bergan haqdor dengizni bo'yiga chiqib turibdi, kelishini kutib. Kema yo'q, bir payt g'ola sohilga chiqib qoldi. Haligini ko'rdida, o'tin bo'lar, yaqarmada olib borib turib, yorug'ni ichidan tillash chiqdi, haligi odamning yozgan maktubi ham chiqdi. Endi nariga odam keyinroq yana boshqa 1000 dinorni olib turib, qarzni to'lagani keldida, uchradi haligi odamga. Men sizga vaqtida haqingizni beraman deb kema istab chiquvdim, bo'lmadi. Mana endi ko'tarib keldim deganda, seni yuborgan omonatingni Alloh yetkazdi menga dedi. Haligi 1000 dinorni olib, qo'lidagi bilan qaytib ketaverdi. Yog'ochning ichida omonati keldi. Nima uchun keldi? Nima qiluvdi? Bandani saodatga yetaklaydigan eng katta narsa, eng katta sabab Allohga tavakkul qilish. Unga suyanish, uni himoyasi bilan chegaralanish. Binobarin Allohga suyanishi va tavakkul qilishi qanchalar quvvatli bo'lsa, bandaning saodati ham shunga yarasha bo'ladi. Ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va lahum yahzanun. Ogoh bo'lingiz kim? Albatta Allohning do'stlariga biron xavf va xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaslar. Dunyoda g'amgin bo'lmaysan, birodar. Dunyoda mahzun bo'lib yashamaysan, o'kinmaysan, g'amgin bo'lmaysan agar Allohga haqiqiy tavakkul qilsang. Qo'rqma, birodar. O't kuydirmaydi, pichoq kesmaydi, suv cho'ktirmaydi. Agar buni Alloh xohlamasa. Biroq qo'rqitsa, ishingni olib qo'yaman desa, do'koningni olib tashlayman desa, bularga parvo qilma. Qo'lingdan kelgan sababni qilginda hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Bu yo'q nima bo'ladi? Alloh aytgani bo'ladi. Biroq senga foyda keltira olmaydi agar Alloh xohlamasa. Biroq senga zarar keltira olmaydi agar Alloh xohlamasa. Shuning uchun sen ustingga qo'rquv xavotir kelsa, hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas Allohning o'zi unga yetarlidir. Saodatning 28-sababi hasbunallohu va ni'mal vakil. Bizga Allohning o'zi kifoya va u naqadar